Shoxsta brendda mega skidka. Göynəklərimizni skidkada qoyub verdik. Neçə so'mda bo'lishi göynəklərimizni? Bir mando material dedingizmi? Menimcha 150-180 bordi. 100 mingdan qo'yib verdik shu vaqtda. Yine skidkani zo'r obunachilar. Apkalarimiz uchun yangiliklarni dvoykalarimizni skidkaga tushirib verdik. 350 ming so'mdan sotilgan dvoykalarimizni 250 mingdan qo'yib verdik. Xudo xolosa skidkada 200 mingdan qo'yib verdik. Bu ham beshkek razmerli. Xudo xolosa hozir kofta yubkalarimiz ko'p keldi. Assortimentlar ham ko'p yubkalarimizni. Obunachilar 100 ming so'mlik yubkalarimizni, jinslarimizning bunday modellari ham bor ekan. Bular ham 100 ming so'm. Koftalarimizning narxi o'zi 100 ming so'mdan boshlanadi. Yine chetda turgan rubashkalarimiz yine har xil svet ichini mankasi ham bor. Bunday variantlar ham bor ekan yine. Ko'rib turganlaringiz yine dvoyka varianti dum xo'shro'y bo'lib turadi. Obunachilar bu ko'ynakimizga ahamiyat beringlar. Dum xo'shro'y ekan. O'zim ham dum yoqdi. Beremli qizlarimiz giysam bo'ladi. Loshniy bor, bordovisi bor. Istasangiz qizlarimiz uchun dvoyka ko'ynaklarimiz yine. Rubashkasi, ichini ko'ynaki. Вечерный ko'ynak qarab yurgan qizlarimiz yine вечерный ko'ynaklardan xo'shro'ylaridan kelibdi. Magazinning menga yaqin tarafi yana bir marta aytib o'taman, hamma narsa original fabrishniy bo'ladi. Ishlab chiqarish umuman yo'q. Bu tarafimiz ham to'lqi bilan dvoykalar, obunachilar jinsi bilan kombinatsiya ishlangan dvoykamiz ham dum yarashib turadi. Tigroviy ko'ynaklarimiz ham dum yarashib turadi. Obunachilar endi xo'shro'y bo'lib turadi. Bular ham original fabrishniy variantlari qaytib kelishtirib beradilar sizlar uchun. Bu tarafimizda однотонный ko'ynaklarimiz ham bor. Bular ham dum yarashib turadi. Bu dvoykamiz hali bozorda yo'q yangiliklardan kelaverasizlar. Kanalımızda yangiliklar teatrimiz xohlasa, avadan bo'lsalar 20-30 foiz skidkada beramiz. Tutgan narsasini xafa etmang, kelishtirib beraveramiz. Yine obunachilar, o'zingiz eshitdingiz. Magazinda yosh katta apkalarimizga, yosh qizlarimizga, gelinlarimizga bo'ladigan bir-biridan chiroyli ko'ynaklar bor. Kelaverasizlar. Obunachilar, bu ko'ynakimiz ham toza model ekan, dum xo'shro'y bo'lib turadi. Giyyanda yine yakalarning modasini qarang buni. Rassetkalar ham bor. Qo'lda ko'rib turganlaringiz fabrishniy beshkek ko'ynaklar obunachilar. Dvoykalarimiz boshqa yerda 350-400 dan chiqarib yuribman, bu yerda 300 ming so'm skidkada turgan ekan. Manzilimiz obunachilar Urganch Dehqon bozori yonidagi 8 blokni oxirgi 8-blok yine ko'rib turganingizda, yo'l tarafdan 8-blok. Miss Koroleva magazini. Bu yerda 2 magazin bor, oldindagisi emas, to'rdagisi. Bu yangilikni hamma xotin qizlarga tashab qo'yamiz. Shoxsta brendda mega skidka. Göynəklərimizni skidkada qoyub verdik. Neçə so'mda bo'lishi göynəklərimizni? Bir mando material dedingizmi? Menimcha 150-180 bordi. 100 mingdan qo'yib verdik shu vaqtda. Yine skidkani zo'r obunachilar. Apkalarimiz uchun yangiliklarni dvoykalarimizni skidkaga tushirib verdik. 350 ming so'mdan sotilgan dvoykalarimizni 250 mingdan qo'yib verdik. Xudo xolosa skidkada 200 mingdan qo'yib verdik. Bu ham beshkek razmerli. Xudo xolosa hozir kofta yubkalarimiz ko'p keldi. Assortimentlar ham ko'p yubkalarimizni. Obunachilar 100 ming so'mlik yubkalarimizni, jinslarimizning bunday modellari ham bor ekan. Bular ham 100 ming so'm. Koftalarimizning narxi o'zi 100 ming so'mdan boshlanadi. Yine chetda turgan rubashkalarimiz yine har xil svet ichini mankasi ham bor. Bunday variantlar ham bor ekan yine. Ko'rib turganlaringiz yine dvoyka varianti dum xo'shro'y bo'lib turadi. Obunachilar, bu ko'ynakimizga ahamiyat beringlar. Dum xo'shro'y ekan. O'zim ham dum yoqdi. Beremli qizlarimiz giysam bo'ladi. Loshniy bor, bordovisi bor. Istasangiz qizlarimiz uchun dvoyka ko'ynaklarimiz yine. Rubashkasi, ichini ko'ynaki. Вечерный ko'ynak qarab yurgan qizlarimiz yine вечерный ko'ynaklardan xo'shro'ylaridan kelibdi. Magazinning menga yaqin tarafi yana bir marta aytib o'taman, hamma narsa original fabrishniy bo'ladi. Ishlab chiqarish umuman yo'q. Bu tarafimiz ham to'lqi bilan dvoykalar, obunachilar jinsi bilan kombinatsiya ishlangan dvoykamiz ham dum yarashib turadi. Tigroviy ko'ynaklarimiz ham dum yarashib turadi. Obunachilar endi xo'shro'y bo'lib turadi. Bular ham original fabrishniy variantlari qaytib kelishtirib beradilar sizlar uchun. Bu tarafimizda однотонный ko'ynaklarimiz ham bor. Bular ham dum yarashib turadi. Bu dvoykamiz hali bozorda yo'q yangiliklardan kelaverasizlar. Kanalımızda yangiliklar teatrimiz xohlasa, avadan bo'lsalar 20-30 foiz skidkada beramiz. Tutgan narsasini xafa etmang, kelishtirib beraveramiz. Yine obunachilar, o'zingiz eshitdingiz. Magazinda yosh katta apkalarimizga, yosh qizlarimizga, gelinlarimizga bo'ladigan bir-biridan chiroyli ko'ynaklar bor. Kelaverasizlar. Obunachilar, bu ko'ynakimiz ham toza model ekan, dum xo'shro'y bo'lib turadi. Giyyanda yine yakalarning modasini qarang buni. Rassetkalar ham bor.
Kolunda görüp durğanlarınız Fabrishni Bishkek göynekli obunachilar duvokalarimiz boshqa yerda 350-400 dan chiqarib yuribman. Bu yerda 300 ming so'm skidkada durgan ekan. Manzilimiz obunachilar Urganch Dehqon bozori yonidagi 8 blokni oxirgi 8-blokini ko'rib turganingizda yo'l tarafdan 8-blok Miss Koroleva magazini. Bu yerda 2 magazin bor. Oldindagisi emas, to'rdagisi. Bu yangilikni hamma xotin qizlarga tashab qo'yamiz. Shoxsta brendda mega skidka. Göyneklerimizni skidkada koyup verdik. Necha so'mda bo'lishi göyneklerimizni? Birmando material dedingizmi? Menimcha 150-180 bordi. 100 mingdan koyup verdik şu an. Yine skidkani zo'r obunachilar. Tepkilerimiz için yangiliklarla dvoykalarimizni skidkaya tushirib verdik. 350 ming so'mdan sotilgan dvoykalarimizni 250 mingdan koyup verdik. Xudo xolasa skidkada 200 mingdan koyup verdik. Bu ham Bishkek razmerli. Xudo xolasa hozir koft yubkalarimiz ham ko'p keldi. Assortimentlar ham ko'p yubkalarimizni. Obunachilar 100 ming so'mlik yubkalarimizni, jerslarimizni bunday modellar ham bor ekan. Bular ham 100 ming so'm. Koftalarimizning narxi o'zi 100 ming so'mdan boshlanadi. Yana chetda turgan rubashkalarimiz yana har xil svet ichini monkasi ham bor. Bunday variantlar ham bor ekan yana. Ko'rib turganlaringiz yana dvoyka varianti dum xo'shro'y bo'lib turadi. Obunachilar bu go'ynakimizga ahamiyat beringlar. Dum xo'shro'y ekan. O'zim ham dum yoqdi. Beremli qizlarimiz giysa ham bo'ladi. Loshniisi bor, bordovisi bor. Istasangiz qizlarimiz uchun dvoyka go'ynaklarimiz yana. Rubashkasi, ichini go'ynaki. Вечерный göğnek qarab yurgan qizlarimiz yana вечерный göğneklardan xo'shro'ylarimdan kelibdi. Magazinning menga yaqin tarafi yana bir marta aytib o'taman, hamma narsa original Fabrishni bo'ladi. Ishlab chiqarish umuman yo'q. Bu tarafimiz ham to'lqi bilan dvoykalar, obunachilar jinsi bilan kombinatsiya ishlangan dvoykamiz ham dum yarashib turadi. Tigroviy go'ynaklarimiz ham dum yarashib turadi. Obunachilar endi xo'shro'y bo'lib turadi. Bular ham original Fabrishni variantlari qaytib kelishtirib beradilar sizlar uchun. Bu tarafimizda однотонный go'ynaklarimiz ham bor. Bular ham dum yarashib turadi. Bu dvoykamiz hali bozorda yo'q yangiliklardan kelaverasizlar. Derecedayna dükkanımızda yangiliklar teatrımızda xolasa aladan bo'lsalar 20-30% skidkada beramiz. Tutgan narsasini xafa etmang, kelishtirib beraveramiz. Yine obunachilar, o'zingiz eshitdingiz. Magazinda yosh katta apkalarimizga, yosh qizlarimizga, gelinlarimizga bo'ladigan bir-biridan chiroyli go'ynaklar bor. Kelaverasizlar. Obunachilar, bu go'ynakimiz ham toza model ekan, dum xo'shro'y bo'lib turadi. Giyyanda yaqalarning modasini qarang buni. Rasvetkalar ham bor. Kolunda görüp durğanlarınız Fabrishni Bishkek göynekli obunachilar duvokalarimiz boshqa yerda 350-400 dan chiqarib yuribman. Bu yerda 300 ming so'm skidkada durgan ekan. Manzilimiz obunachilar Urganch Dehqon bozori yonidagi 8 blokni oxirgi 8-blokini ko'rib turganingizda yo'l tarafdan 8-blok Miss Koroleva magazini. Bu yerda 2 magazin bor. Oldindagisi emas, to'rdagisi. Bu yangilikni hamma xotin qizlarga tashab qo'yamiz.